Alo, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ahli. Mana 4 ta joy agatga koreyskiy sulxandi. Bugun bu yil birinchi marta mana bunday ochiq usulda ham yerga 65 santimetrlik agatlarga joya bilan joyani arasi ekib ko'rgan edik. Yomg'ir boshlaverdi. Video berishga xalaqit qilyapti, lekin bari qaror qildik. Mana bu yog'i, mana bu yoqlari yaxshi rezultatlar, gullashi, hosildorliklari juda ajoyib ekan, lekin bitta kamchiligi bor ekan. Tanobni ko'p berar ekan bular. Ham tanob beryapti, ham mana gullab hosildorligini qilyapti. Yaxshi. Xo'p, mana bu yerda ham xuddi shu narsani kuzatyapmiz. Tanobni ko'p berar ekan. Tanobni yulib chiqyapmiz. Hosildorligi yaxshi. Biz tanobni yulishdan maqsad mana bu hosillari yirik bo'lsin, kuch ikki joyga tarqalmasin degan maqsadda tanobini har 2-3 kunda yulyapmiz. Yaxshi. Xato va kamchiliklarimiz bo'lsa, to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lsa, fikr mulohazalaringizni yozib kommentariyada qoldirasizlar degan umiddamiz. Mana bunisi esa ayrimlar Tojikiston novi deyishadi, ayrimlar kabrilla deyishadi. Buni ham xuddi shu usulda ekib ko'rdik, lekin hosildorligi juda baland bo'lar ekan. Bularda ham tanob berish kuzatilyapti, juda kam bori. Yaxshi. O'ylayman, mana bu strillalar baquvvat oziqa berdik kecha. Azot degan doridan sutigiga 2 kilodan berib ko'rdik. Gullashi kamerada ko'rsatyapti yo'qmi? Ko'p gullab hosildorligi baland bo'lyapti. Kamerada qancha ko'rsatyapti yo'q bilmadim-yu. Lekin yaxshi. Mana bu strillalar men o'ylaymanki, yirik hosil beradigan ko'chat ekan, qulpinoy degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Biz yanagi videolar ko'rishguncha sog' bo'linglar. Imkon qadar yangiliklarni sizlarga birgalikda baham ko'rib boramiz. Kamerada qancha ko'rsatyapti yo'q, mana ko'p gullagan bular. Mana shu Tojikiston novi deyishadi, bir xillar kabirla deyishadi. Buni biz aniq bilmaymiz, lekin nima bo'lganda ham bizga sifatlik yaxshi hosil bersa shundan kifoyalanamiz. Lekin xavotir joyimiz, bu yerga tegib qolsa hosildorlik chiritadimi, nima bo'ladi degan xavotirdamiz. Tavakkal ishni boshlaganmiz. Ishimizning natijasini Allohdan, sizlardan, duolaringdan kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, rahmat.